Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Dada yoshingiz nechida? 80da. Inson 80 yoshida o'zini qanaqa his qiladi? Inson 80 yoshida ham oldingi yoshligiga g'ayrat bo'ladi, shijoat bo'ladi. O'shaqa harakat bo'ladi-yu, lekin kuchi yetmaydi. Ibodatda ham, xayrli solih amallarda ham, ezgulik ishlarda ham kerak bo'lsa bir ketmon ham chopgich keladi-yu, g'ayrat bor, quvvat bo'lmaydi-da. Qanchalik e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz juft halol tanlashda? Yosh o'ylanayotgan yigitlar birinchidan ota-onasi bilan maslahat qilish kerak. Ota-onada tajriba bo'ladi. Ota-onani rozi qilib hayot kechirgan odamni ertaga bolalari ham xursand qiladi, rozi qiladi. Ayolingiz ibodatli, taqvoli, insofli bo'lsa, baraka o'sha yerda bo'ladi. Bu faqat men ayolga qo'ymoqchi emasman. Erkak ham xuddi shunaqada. Qars ikki qo'ldan chiqadi-da. Bittasi qilaverib, ikkinchisi muttaham bo'lsa u bo'lmaydi. Ana shundagina hayot chiroyli bo'ladi. O'zingizdan yosh bo'lgan insonlarga bitta maslahat bera olasizmi? Yolg'on ishlatish kerak emas. To'g'ri yashasa, xotirjam yashaydi. Qalbdan hasad balosi, g'iybat balosi, shunga o'xshagan ko'rolmaslik baxilliklarni o'tashish kerak. Bu insonni ham qaritadi, ham kasal qiladi.